Yosh oilada tashvishlar doimo yetarli. Va qachonki pul kerak bo'lsa, men Ipoteka bankdan boshlayman. 100 million so'mgacha mikroqarz. Avval Ipoteka bank. Aziz do'stlar, assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Kamol Qahhorov YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Hammanglarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman o'rtoqlar. 1 yil oldin, chamasi 1 yil oldin bitta ajoyib video olgandik. Obunachi bilan bir kun degan video. U video hammanglarga yoqqandi va butun O'zbekiston ahli o'sha videoni qachon keyingi qismi chiqishini kutishdi va nihoyat obunachi bilan bir kunni ikkinchi qismi. Sizlarni ko'p kuttirib o'tmayman. Nima? Sizlarni ko'p kuttirib o'tirmayman o'rtoqlar, chunki bizada bugun planimiz juda ham bombezniy. Juda ko'p joyga borishimiz kerak va ukamiz uchun juda ko'p surprizlar bor. Kelinglar unda biza sahnaga. Bugun biza bilan bir kun o'tkazadigan obunachimizni taklif qilamiz. Agar tayyor bo'lsanglar, kutib olinglar. Ibrohim Legenda. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qadiriy YouTube ahli, qalaysizlar? Tinchmisizlar o'rtoqlar? Ibrohim Plusayt nima gaping bor? Sirasi videoni boshidan. Bugungi videoda hali juda kutilmagan g'aroyib narsalar bo'ldi va mana shu Kamol akaning videolariga like va obunalarni ko'paytirib tashlaylar do'stlar. Sizlardan kutamiz, podдержкani yorib olinglar jigarlar. Hozirchalik biza men o'zimni mana legendarniy Sparkimda bitta joyga ketishimiz kerak Ibrohim bilan. Ukajonim, ketdi bo'lmasam. Let's go. Bosdik. Biza o'rtoqlig'ida keyingi lokatsiyaga ketdik. Hayajon bormi Ibrohim? Da, hayajon katta. Qancha kutding bu videoga chiqishni? Ancha. Juda ko'p. Qara, senga bugun surprizlar juda ham ko'p. O'ylaymanki, senga yoqadi, senga qiziq bo'ladi. Bilmadim yana. Qaysi ashula yoqadi, qaysi ashula eshitib ketamiz. Come on day. Aytgancha Ibrohim, kimdirlarga mabodo salom yo'llash niyating yo'qmi? Misol uchun videoni kimdir ko'rar, balkim yaqinlaring, sinfdoshlaring, sen maktabda o'qiysan 11-sinfda tushunishim bo'yicha. Agar Sultonxo'jayev Ibrohim degan bola shu videoni ko'rayotgan bo'lsa, unga salom va takliflarimni yuborib qo'yaman. O'zing Ibrohimmi? U meni adash sinfdoshim, 11-sinfdan beri o'qiymiz va u bilan Ibrohim kam, shuncha sen tug'ib o'stirgan ota-onang bor, ukang bor. Sen sinfdoshingga salom yo'llayapsan. Ashula eshitamiz. Ibrohim kam. Ota-onamga ham qo'shib. Hammaga Hammaga. Общий salom. Bo'ldi, minus. Minus 5. Minus 10,000 avro. Hop. Ukajonim, o'zing qayoqqa kelding deb o'ylaysan endi? Variant bo'lsa kerak, bilim turibdi-yu. Hozir biza kiyim do'koniga kelgan bo'lsa kerak. Mana senga trendda bo'lgan kiyimlar do'koni. Xohlagan kiyimingni ol, boshdan oyoq, xohlagan kiyiming. Narxiga umuman qarama. Sana uchun bugun hamma kiyim tekin. Bitta chiroyli qizlarni ajali qilamiz hozir. Bugun sen Ibo emas, Ibo qizlarni ajali bo'lasan. Bo'ldi. Mana bu yaxshiroq, mana bu zo'rroq. Mana bu. Hop bu. Okey. Hop bunga mos oyoq kiyim, bitta oq. Chotki bo'ladi, oyoq kiyim. Mana shu-da. Nima deysan? Oh my god. Bu nega shokolad edi. Joyida shokolad. Shokoladaga o'rtoqlar, shokolad beshol. Unda. Qani mashtu o'zi kiyib ko'rishga jonim? Faqat kibrlanib ketmagin lekin. Ko'chaga chiqib qizlarga. Yo'q, undaqa menda kibr yo'q. Do'stlar, kibr yo'q. Ana bo'lsan. O'zsan o'rtoq qolibdi, do'stlarga gapirdim. Boshida hurmatli obunachilar, hozircha kiyib olgandan keyin do'stlar. Hali yana bir ikkita narsa bo'lgandan keyin deydi sizlarga. To'xta, o'zim kiydirib qo'yaman, xo'jayin mana. Xo'jayin qani qo'lingiz tinchi? Короче, aha. Yaxshi turdi menimcha. O'zinglar aytinglar-da, o'rtoqlar. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Bundan oldingi look yaxshimi yoki-da hozirgi look yaxshimi? O'zinglar kommentariyada yozib qoldiringlar. To'g'ri. Buni oldingmi? Oldi. Bo'ldi, yoqdimi? Da. 5 tashi. Jonim, bos. Addushi. Bitta motivatsiya bera olmaysan obunachilarga takun. Motivatsion gaplar bo'lsa. Hayotda hech qachon yiqilmanglar. Yiqilsanglar oldinga yurolmaysizlar. Qanchalik orqaga ketib. Yo, davay mana shu motivatsiyani o'zgartiramiz.
Hayotda hech qachon yiqilmanglar. Yiqildinglarmi? Battar bo'linglar. Yomon kulgili bo'ldi chiqdi lekin. Üstüne kulottım hozir tipa kesatda. Ha, yomon kulgili bo'ldi deb. Ibo bu yoqqa chiqqan ekan. Qale, xursandmisan? O yaxshi. Endi keyingi ikkinchi lokatsiyaga tomon boramiz hozir. Bitta surpriz bor sen uchun. Hop. Ibrohim juda mashinaga qiziqar ekan. Va hozir sen uchun bitta mashina keladi, faqat bu yoqqa qaramagin. Endi. Da, bo'ldi. Mana avtobus. Sen menga o'shanda bitta gap aytganding. Ha. Mani orzuyim bor. Ha. Bitta mashinaga o'tirish deb. Ha. Esla olsanmi o'shani? Ha, eslamayman. Qanaqa mashina edi? Oh my god! Я поднял за компонча, они думали, я нёрдес. Влетаем на ресепшн, нам с малышкой нужен сервис. Белый Buni rangini qarang, ukajonim. Wow, yash. Bu tomni yashil, bu olg'a degan. M4 Capitation mana do'stlar. M4 Capitation. Lekin do'stlar, umrim davomida mana shu mashinaga minmaganman va orzu qilib yurardim. Shu bir kunim kelajakda bir kunim menga nasib bo'ladi. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Ana Musojon aka aka, birgina iltimos uchun kelib berdilar. Tayyor hozir top-toza mashinalardan. Yo, mani. Давайте, go, let's go. Qale, Ibrohim emotsiyalar qale. Tezlik bo'lsa, undan-da emotsiya katta. Ibrohim, seni bilmadim, lekin meni shaxsan o'zim birinchi marta o'tiryapman bunaqa mashinaga. Birinchi marta. Hammasi Ibrohim uchun o'rtoqlar. Men даже o'zim o'tirmagan mashinalarga o'tqizyapman. Bunaqa rangli mashinalardan qancha bor Toshkentda, O'zbekistonda? 2-3 ta. Ibrohim, bilsang bilarsan. Da. Akaga bitta rahmat deb qo'ygin. Unda o'zing Abdushi. Akajon, rahmat. Eshitashing. Akaga ishlarga omad, rivoj tilagan holatda. Boshlovchi bo'lding, ukajonim. Men shunda obunachimanmi hozir? Sen men kanal egasi. Yo'q, o'zimni xo'jayindek tasavvur qilaman, lekin. Yo, lekin shu videoga like bosmagan onasini yomon ko'radi. Voy. Do'stlar, hozir hayajonli daqiqalar. BMWni Mercedes alam qilinglar. Hozir BMWni haqiqiy kuchini ko'rasizlar. Hop, Ibrohim tayyormisan, ketdi. как быть джентльменом, когда ты кобра. Wow, yomon bo'ldi do'stlar. Ay. Bitta endi aka yo'lda masalani qilib ko'rsang, ha? Gazini bosib ko'rsang. Nima deysan? Da. Ketadimi? Ketadi lekin. Bismillah deb o'tirib. Hoppa. Qaysi biri gaz? 10. Ha. Voy. Bo'ldi. Qani? Taassurotlar juda. Akaga bitta rahmat deylik unda akaga. Rahmat, akajonim. Bu akaga ham yaxshi niyatlar o'sha. Obuna bo'lib qo'ysizlar, like. Lekin YouTube'ingiz bo'lsa, qilib qo'ying, hop. Chunki men ham qatnashdim videoda, hopmi? Hozir lokatsiya tomonga kiramiz. Aytmoqchi, vallahi o'zi video yoqyaptimi? Sizlarga savol. Agar yoqayotgan bo'lsa, yoqdi deb kommentariyaga bosib, likelarni ko'paytiraveringlar. Aka ketdilar shu bilan ukajonim. Давайте, мужики. Mujiki. Vo ana. Voy. Vo ana. Haqiqiy chaqnash bo'ldi hozir. Qara Ibo, chiroyli kiyim olding. To'g'rimi? BMWda ham yurdi ukajonim. Uje bitta orzuying bor BMW. Endi bo'lsa hozir biza ovqatlanib olsak nima deysan? Chotga ketadi. Hop. Men 100% gap Abdushi ketadi. Qanaqa? Abdushim. Addushanani. To'xta, bitta obunachilarga mana. O'rgan olaylik o'rtoqlar, qani? Abdushi. Addushi ekan o'rtoqlar, Addushi. Hozir ovqatlanishga borib ovqatlanib olamiz. Voy, voy. O, topdi. Voy. Bitta oyoq kiyimini bosib olsam, o'sha kibrlamoqchi ukajonim. Yoki bilaman, prosta o'zim uchun artib qo'ydim. Nu oyoq kir bo'lsa ham, qalb kir bo'lmasin. Ham rasmdagi odam taniysanmi? Yo'q, Burak oshpaz. Burak oshpaz. Ha. Yaxshi. Xullas, mana shu odamni tanigan o'zi biladi. Aynan mana shu inson
restoran ochgan. Men o'zim hali kelmagandim. Bu oilani restorani. Xuddi har doim kelib yurgandek. Rahmat. Elektron menyu. Oh my god. Bildirma ukam. Har kuni kelib yuradigan. Da. Biz ham oila bunaqa joylarga har kuni albatta kelib yuramiz deysan-da. Da. Hop, nima yeymiz ukajonim? Mana bu burger, shef burgerchi. Mana shuni yeysanmi? Yeveramiz. Altin burger ekan, shef altin burger. Yeysanmi? Ha. Yeging keldimi? Давайте. Shef farq yo'q ekan-ku. Zakaz olinglar degan. Zakaz oboringlar. Ofitsiant. Ay, endi chaqiriladi shunaqa. Ofitsiant. Zo'r ukajonim bo'ldi. Darhol. Mana. Yo. 5 to'ppa to'g'ri shunaqa bo'lish kerak ukam. Da. Bitta kartoshka free. Hop, ikkiga bitta burger bor ekan-ku. Shef Burak altin burger. Yaxshimi ukam yegisi keldi shundan. Zo'r-a, cho'tki qilib berasiz, aka. Hop, bugun buni kuni-da bugun. Bugun kuni ofitsialniy. Shuning uchun bugun bu uchun hamma xizmatda. Ana bo'lmasam, rahmat kattakon. Ukajonim. Bundan burgerni nima qilasan? Burger hozir. Burger hozir titishda ko'rsataman. Qani buni perchatkaga kiyib olamiz qo'lingga. Suv oqat ehtiyot qil. Bo'ldi, hech nima qilmaydi. Qalay, ta'mi qanaqa? Yaxshimi? Bo'ldi, senga yoqimli ishtaqa. Ibrohimga eksklyuzivni yana bitta sovg'a, kichkinagina aka kana ketdi. Wow. Qalay? Ustida haqiqiy meni ismim mana. Lekin bu shu ism oldin payg'ambarimizning ismi ham bo'lgan va Makkani Alloh ismi bilan Makkani qurdirganlar. Qalay, yoqdimi? Xursandmisan? Zo'r. Buni endi uydagilarga olib borasan, kajonim. Cho'tdingmi? Ana. Staboy. Ibrohim o'rtoqlar, Ibrohim. Xo'sh, Ibrohim, qalay, qorin to'ydimi? Qorin to'ydi, rahmat. Kayfiyatli a'lo darajada. Da, lekin mana shu ovqat paytida bunaqa surpriz bo'lishini o'zi kutmagandim lekin. Hozir endi o'rtoqlar biza yana bitta kichkina surpriz tayyorlab qo'yganmiz. Yana kichkinagina sovg'a bor. Hozir o'sha yerga boramiz. Davay, buni ushlab turaman. Bitta kamerani yop, perexod qilamiz. Bitta kamerani yop, mana bu kamerani yop, qo'ling bilan. Oy, perexodlarni ham o'rganib oldi Ibrohim. Ukajonim, bugungi kun ukajonim sen uchun. Bugungi kuni faqatgina ikkalamiz o'tkazsak ham g'alati bo'lardi. To'g'rimi? Da. Hozir bilmayman, hozir yana bir kichik surprizlar bo'lar ekan. Hozir surprizni qabul qilgan holatda. Ana bo'lmasam, qara, men bu yerda hozir turganlarda kimlarni taniyapsan? Assalomu alaykum. Omonxon aka, yaxshimisiz? Rahmat. Salomatmisiz? Chekovayingiz biratim. Yaxshimisiz? Salomatlar. Ibrohim aka. Ibrohimmi? Ibrohim aka deshim kerak. Ibrohim. Yo'q, bugun buni kuni, tushundingizmi? Men masalan xo'jayin deyapman. Shep deymanman. Shep deng, shep. Bu bolalar hozir bir qismi, hammasi yana qolganlar bor. Hozir biz hammamiz kirib ichkariga birgalikda bozorga qilishimiz kerak. Birgalikda. Yordamlashaversanmi o'zing? Bu qo'ldan kelgan yordam sizlardan like. Let's go. Zavos. Va uzoq kurilgan daqiqalar. Biz hozir ichkariga kiramiz. O, ana bo'lmasa bu. Telefon qora. Antazorchindi ya. Bu. Bля, настрой atakumga. Yo! Va uzoq kutgan damlar. Biz hozir taniqli obunachilar bilan birga bozor qilamiz. Taniqli obunachilar. O'sha bu bloger ular obunachi bu uchun, tushunasizlarmi? Hali yana boshqa blogerlar ham keladi. Eng qiziq hali oldinda deb o'ylayapman men. Yana bilmadim endi.
bilmadim. Sen niye xursand bo'lsan? Manmi? Sen obunachi o'zi? Men o'zi hayot davomida xursandman akam. Ora yig'ijim kelmoqchi bo'lsa, sizni ko'rganimda xursand bo'ldim demoqchi bo'lar edim. Ну, shunday Asad. Можно на русском, Да, братан? на русском как раз было. Senga просто o'zbekcha qiyin. Да, menga qiyin. O'zbek tili san uchun yaratilgan. Xorazmcha ham gaplashsak bo'ladi lekin ahvol. Da, xorazmcha, galdi. Keldi. Ovoz. Ova. Meni pulim ko'p. Nima u yoq? Ketadi, короче. Ha, bittani olaylik. Давайте, men o'zim haydayman, давай. Yo'ldan qochinglar, mashinaga ortib olib ketadi sizlarni. Xo'p, nima olamiz? Bizga nima kerak? Nodir, Nima ovqat qilinadi o'zi? shashlik qilinadi. Qozon kabob. Qaysi yaxshi? Qozon kabobga. Qozon kabob. Shu, shundan 30 dona kerak-da. Qani Ibrohim o'zi mana yordamlashaveradi. Qani. Da. Maylimi o'zim solsam? Tanlab va yaxshilarini. Ha, Ibrohim yomonsan. Chaqqonbek lekin. Sani olsan Ibrohim? Hozir. Hozir qo'limdagi bilan 7-8 ta bo'ldi. Bo'ldi ana. Malades Ibrohim. O ana jangini ham zo'r qarsak chalding-a, ko'z tegmasin. Va bizani spiskamimizdagi birinchi kartoshka bo'ldi. Davom etamiz. Yana nima qoldi bu yerdan? Hozir mana Babrello 1 kilo pomidor bilan 1 kilo bodring o'zi terib bersin. Babrello chiroyli qilib. Qani. Bobrelo aka, ko'pam telefonga qaravermang. Telefon inson nuri uchun zarar deb qo'yibdi. Azlashyapman, ko'pam qaravering. Bo'ldi. Ushlab turasanmi? Men ushlab turaman, davay, bosing. Biz yog' olishimiz kerak. Qarashib borib, Ibrohim kanalni o'ziniki qilib oldi. Shep. Biz obunachimiz, biz Ibrohim obunachi. Obunachilarni aylantirib yuribman-da. Qarang, такой tiniq, такой упругий, такой koptaga o'xshaydiganini olib turamiz, O to'g'rimi? ana. To'g'rimi? Nechta kerak ekan? Omonchik. Achu! Brat, omon brat. Brat, omon brat. Nechta kerak? Pomidor. 1 kilo. Bir. Qara, 1 kiloyu 300 gram chiqadi. Qarab ko'ringchi. 1 kilo chiqmaydi. Nechtadan? Sport. Krossovka, yangi krossovkadan. Chiqmadi. Aytdim sizga, chiqmaydi dedi. O, 1.3 нормально? Нормально? Нормально всё. Тогда endi bodring. Jujat. Секретный. Yangi sort. Mahalladan terilgan. Yangi sort, Bobur chort. Oh, bila. Roundga. Round. Obunachilar men sizlarni sevaman. Akalarning oldiga boraylik. Akalar priprava joy mana yoqda ekan. Bo'ldi, shep, mana buni olaylik. Bobirlarga aravani bering, Bobirlar haydasin. Ke, haydagani ke ukam. Ukam hayda arava. Bugun meni kunimda Bobirlar akam haydasin. Men bugun xizmatdaman aytam. Let's go. Chotki, mening chotki botdi. Ibrohim xursandlik umiddaman. Hozir lekin biz qayerga borayotganimizni bilmaydi. U yoqda yana boshqa blogerlar ham bor. Mazza qilamiz, o'zingizlar ko'rasizlar. Akam bilan azga ruscha gaplash. Давай. Babrelloga ozgina ruscha gaplashsan, ruscha. Где учишься ты? Я учился в Yo, sonlar aralashmagan savol beraylik, sonlar aralashmagan просто. Как дела? Окей, как дела? Нормально. Пока не родила. И Ha, o'rtoqlar. Shuncha rasxot hammasi obunachini xursand qilish uchun o'ylaymanki, shunga yarasha videomiz ko'p prosmotr bo'ladi va keyingi safar ham boshqa obunachilarimiz bilan aynan shunaqa video olamiz. O'rtoqlar, hozir men sizlarga muhim e'lonni aytmoqchiman. Yaxshilab joylashib olinglar. O'zingizlar ko'ryapsizlar, obunachimiz mazza qilyapti. Bizlarni hali unga tayyorlab qo'ygan sovg'alarimiz yana bor. Eng qizig'i, obunachi bilan keyingi videomizda aynan siz chiqishingiz mumkin. Bu degani Ibrohim o'rnida aynan siz bo'lishingiz mumkin. Shartlari bo'lsa juda ham oson. Hozirning o'zida bizning kanalga obuna bo'lishinglar kerak. Mana shu videoga like bosasizlar va shu videoning kommentariyasiga "Men keyingi obunachi bilan bir kun videosida qatnashmoqchiman" deb yozib qoldirsanglar bo'ldi. Demak, o'rtoqlar, hammalar shartni bajaringlar, hammalarga omad. Obunachi bilan bir kunni keyingi videosida aynan siz chiqishingiz mumkin. Charchamanglar, videoni ko'rishda davom etinglar. Hech kimga aytma. Omonxon yaxshimi, Boburellomi yoki Kamolmi? Qaysi biri yaxshi YouTube'da? men shaxsan yaxshilab o'ylab ko'rdim-da. Chetda o'tib turing. Samimiy inson. Kavolka horib yaxshi. Safar aka.
Ya, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizni ham bir videolaringizni ko'raman. Batutda sakrab challenge qiluvdinglar-ku. Yo, Shohrux AC mashina bo'yicha. Boya BMWda yurdigu. Shu bola gaplashib bergan BMWni. Shu bolaga rahmat deyish kerak. Voy, rahmat Abdushi. BMW M4 Capitation. O'zbekistonda yagona bo'lgan avtobloger. To'ppa-to'g'ri. Kommentariyaga avtobloger nominating deb yozib qo'yinglar. Assalomu alaykum. Nodir. Uchun kech qolganim uchun 5 akamdan ikra oldim. Voy voy voy. Oy. Assalomu alaykum. Akajonim, yaxshimisiz? Mashinaga joylashtirganim yaxshi. Ketdi. Nodir, siz mashinaga chiqib qolsa, to'g'rimi? Napitkalar bagajga sig'adi deb eshitdim. Ketdi. Ketdimi? Mashinangiz qayerda, okaxon? Biz unda hozir o'rtoqlar so'nggi lokatsiyaga yo'l olamiz. Bu bozorlar bekor qilingani shuncha bloger bekorga chaqirilmadi. Albatta o'zingizlar borganda ko'rasizlar. Biz bo'lsa yo'lga tushamiz. Va o'rtoqlar, hozir biz navbatdagi lokatsiya tomon yo'l oldik. Nima deysan, Ibrohim Musahaqinda yomon kommentariy yozishadimi yoki yaxshimi? Nima deb o'ylaysan obunachi haqida? Yarmilari yaxshi, yarmilari yomon yozadi. Nega yomon yozadi? Yomon ish qilmayapsan-ku. Bobirello akaga anaqa buyruq berib qo'ydimi 2 marta. Ha. Shunga bu bola yomon bola ekan, shunaqa buyruqni ko'p beraverar ekan deb yomon yozishi kerak. Hazil qilyapsan, to'g'rimi? Bu video uchunmi? Yoki hayotda ham shunaqamisan? Yo'q, video uchun, hayotda lekin akalarga unaqa siz undoq qiling demayman. Keling qalashib olaman. O, 5 tashi. Shtolini yechib tashlatsa. Avvaliy manat. Yaxshi, bilmaganing yaxshi o'rtoqlar. Bilganlar kommentariy yozib qo'yasizlar o'zingizlar. Odamni qorni ochdi-yu. Go'shtli burger bo'lsa yeb berardim lekin. Yomon burger yegim keldi boru, yonida snaklari ham bo'lsa sochli ketardi-da. Lekin barbekyu basket ham ketardi-da. O'rtoqlar, agarda shunaqa turli xil narsalarni yemoqchi bo'lsanglar, bularning barchasi bir joyning o'zida mavjud. Street 77 ga xush kelibsizlar. Burger desanglar burger, pizza desanglar pizza, barbekyu basketmi, rollarmi, snacklarmi yoki salqin ichimliklarmi? Albatta hammasi bor. Hozir biz o'zimizga zakaz qilib olamiz. Bizning buyurtmamizda tayyor bo'ldi o'rtoqlar. Albatta sizlar ham Street 77 ning xohlagan filialiga borib buyurtma berib yeb ko'rsanglar bo'ladi. Undan tashqari xohlasanglar buyurtma bersanglar ham bo'ladi. Dostavka, yetkazib berish xizmati ham mavjud. Menga unda yoqimli ishtaha. Kelinglar birinchi barbekyu basketdan yeb ko'ramiz. Buni qaranglar o'rtoqlar. Snacklar ketadi-yu. Endi pizza o'rtoqlar, pepperoni. Yo'qsa bir mashina bor yoningda. Ali Ahror. Assalomu alaykum, brat. Ali Ahrorov. Men Ali Ahrorov bo'laveradi senga. Ahror Alixonov. yoshsiz? 17 yoshman, 11 sinfman. 11 sinf. Nice, god damn. Wow! Dachamizdan tashakur. Pastda ot orsang ham bo'ladi. Ichkarida ko'rmay bitdi. O! Ana, let's go. Kabitin! Onaxon aka, Bobirello, sizlar meni komandamsizlar. 5 ga 5 shaxslab kontr. Gol. 5 ga 5 golmi? Gol. Ali Ahrorov. Ali Ahrorov. Kommentariyada shu bolani iltimos Ali Ahrorov deb yozib yuboringlar. Ali Ahrorov. God damn bro, god damn. Bilyard. Oy. Kengisidan bitta urib qo'ysam bo'ladimi? Bo'ladi, yana qara, yaxshilab joylashib olganda, buni qara. Bundoq emas-da, bundoqroq qo'y, bundoq mana buni. Bundoqroq qo'yganda, bundoq qilib bo'ladi. Keling, nimadir bo'ladi-da, qaytyapti. Ey Ibrohim, yurchi ham bitta mana. Bizaga yaxshi insonlar salon uchun mana hozir ovqatlar tayyorlashyapti. Mana bu yoqda o ana bu qozon kabob, Qozon kabobni dodasi. Dodasi. O'rtoqlar. Qozon kabobni legenda deb qo'ydi. Qozon kabobni legenda deb qo'ydi. Ikran dodasi bormi? O, ana ketadi. Qora non bilan lekin ketadi, zo'r. Qora non. Xullas o'rtoqlar, o'zingizlar ko'rib turgandek,
aynan mana shu dachada biza blogerlar bilan va mana shu Ibrohim ukamiz bilan bir kunni, ya'ni bir tunni o'tkazamiz. Mazza qilamiz. Hamma narsa qilishni ulguramiz. Qarachi hozir biza to'rga to'rt kontrol qilamiz. Sostavlarni o'zingizlar ozgandan keyin ko'rib olasizlar. Ibrohim, joyingga o'tir. Bular ham mendan-ku. To'rga to'rku. Mana sen 3 ta odam, men 3 ta odam, men 4-chi, sen 4-chi. Tushundingmi? Ali Ahrorov sizga edi, bular menga edi. Yo'q, Ali Ahrorov. Va Ali Ahrorov. Ahror Aliyev. Maktabda shunaqa qilardim. Maktabda shunaqa qilardim. Pritsel yozib bering, aka derdim. Hozir ham shunaqa hali ham. Konturimiz, kontur. Okay. Omonxon aka, kontur. Men shu obuna uchun hozir yutib beraman, Mateus. Landi o'yin boshlandi. Res, Jeko. Davay, bilan. Let's go. Bo'ldi, go, bolla, o'yin. Aga bormaydi. Short. O'ldim. Short kirib ketdi. Shela, bo'brama shen. Yaxshi Jeko. Nima bo'ldi? Davay, isi, davay. Qo'ygan. Bombaymi? Dacha kerak emas, kompyuter bo'lsa bo'ldi. Yozdim. Bizni komandaning nomi Babrelo Sila. Hop, biz endi 4 ga 5 o'ynaymiz bilishinglar uchun. 4 ga 5. 2 ga 4 o'ynadingmi? Mana endi qo'shilib qoldi. Zo'r! Ibrohim, kam ko'rinmayapsan-chi o'ta? Hozir o'ynash ko'rsataman sizga. Davay. Mana bular kontrol o'ynab o'tirganini qara. Mana buni qaranglar. Bolalar qorin ochmadimi? Kavgal sen bo'lardi. Nima uchun yarashib kerak? Nima qilayman? Bittasini ol. Lagani bilan olyapti. Hammasini olmoqchiman. Oy, bo'la, men aytdim, birinchi ko'rganimda reaksiya berdim, mana reaksiya stoyish narsa ekan. Voy, brat. Odamlar nima deydi? Konst tashlasa Ibrohimga yoqar ekan. Bolalar, Ibrohimni qo'llab-quvvatlab turamiz. Yosh ijodkor. Odamlar nima deydi? O'zingni biroz bor. Hammaga o'xshay, yerishtir, qanaqa muzika, qanaqa san'at, muhimroq hammadan o'xshay. Ko'ra olmay seni. Tun kechalarida izlayman seni. Bu qalbimda yonar olovsan. Qizlar go'zallar Instagramda Pinterest mana beri istek bassa. Vodka, Belugaga. Dom. Kelmasang xafa bo'laman. Bir jilmayib, bir kulmasang xafa bo'laman. Bir kelmasang xafa bo'laman. Bir jilmayib, bir kulmasang xafa bo'laman. Do'stlar, bizni bu yoqda o'yin kulgi qotgan paytimiz jamoadoshimiz Nodir o'zlari qo'l bola bizga qozon kabob qilib berdilar. Let's go. Voy. Bugun 15-aprel. Bilishinglar uchun syomka qachon olayotganini endi montaj qilishga vaqt ketadi-yu. Hozir Real bilan Bavariyani javob uchrashuvi bo'ladi. Sizlar o'zi bilasizlar nechun bo'lgan, lekin hali biz bilmaymiz. Hozir ham mazza qilib mana shu qozon kabob yeb futbol ko'ramiz unda birgalikda. Nima deding? 5 mi? 5 kere 5. 25. Let's go. Bolajonlar! God damn bro! Yuringlar, ketdi. Ovqat tayyor bo'ldi, naryoqda bolalar futbol ko'ryapti. Birgalikda ovqatlanib futbol ko'ramiz. Bolalar, Jeko! Bekzod, operator ovqatlanmaydi.
G'anam odammanmi? Lekin ovqat pishguncha narada non qolmadi. Hamma nonni tir-tir tiqdi, nonni shu tugadi. Unda o'rtoqlar, bizlarga yoqimli ishtaha. Let's go. Xullas o'rtoqlar, hozir endi biz Ibrohim bilan birgalikda kam sonli qolgan bolalarga, chunki juda ko'pchilik kecha futboldan keyin ketgan, kam sonli qolgan bolalarga o'zimizda shashlik qilib beramiz, to'g'rimi? Da. Olov yoqyapman. Hammadan olyapman, olov yoqyapman o'rtoqlar. Ham dachani pulini to'la, ham ro'zg'orlik qil, ham o'zing ovqat qil. Odamlarga ham hayronsan deb o'rtoqlar. Turaman ukajonim. Maza qilyotgandim-da. Biroz ertalab 8 gacha uyqu bo'lmadi. Nimaga? Necha soat uxladim? 8 bo'lsa 5 soat uxladim. Xo'sh, o'rtoqlar, videoni shu yog'igacha ko'rganingiz uchun avvalambor kattakon rahmat. O'ylaymanki, video sizlarga yoqdi. Biz uje sekin dachadan chiqib ketamiz va Toshkentga shaharga qaytamiz. O'ylaymanki, ukajonim, bugungi video senga ham yoqdi. Bugungi kuning senga yoqdi. Xudo xohlasa kanalimizda yangi videolarni kutib qolinglar. Albatta, keyingi videolar sizlarga ko'proq yoqadi degan umiddaman va navbatdagi keyingi safarga obunachi aynan siz bo'lishingiz mumkin. Shartlar juda ham oson. Albatta, videoga like bosinglar va bizning kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Balkim keyingi safar Ibrohim ukamiz o'rnida aynan siz bo'lishingiz mumkin. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Bugungi video kunimda juda ham hayajonli bo'ldi. Eng dahshati BMW M-Tol Competition'da uchdim. Orzuligicha qolmadi, do'stlar. Xursandman. Bugungi kun eng zo'r kun bo'ldi. Xo'sh, o'rtoqlar, men gapiraman desam gap ko'p, lekin eng muhimi bugungi videoda men o'zim juda ham mazza qildim. Ibrohim bilan birgalikda vaqt o'tkazganimiz va uni ko'zidagi quvonchlar men uchun bu juda ham baxt bo'ldi va mana shu video uchun ketkazgan moddiy pulim, ya'ni vaqtim, kuchim, energiyamga hech qanaqasiga afsuslanganim yo'q. Va Xudo xohlasa keyingi safar obunachi bilan bir kunda harakat qilaman. Bundanda ko'proq sovg'alar qilishga obunachiga va bundanda qiziqarliroq kun qilish uchun albatta bugungi kun haqida va Ibrohim ukamiz haqida qanaqadir fikringiz bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. To'g'ri, bugungi kun davomida, bugungi video davomida Ibrohim ukamiz sizlarga qolganlardan farqli, o'raloq, boshqacharoq insondek tuyulgandir, lekin ishonaring o'rtoqlar, u hammamizdan ko'ngli tozaroq inson va uni orasida biz boshqacharoqmiz. Shunaqa. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Sizlar bilan Komil Qohorov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.